Chilonzordan uy qidirganlar bormi? O'rtoqlar, Chilonzorga kelganmiz. Qo'zirobod mahallani hamma bilsa kerak. Lokatsiyani tushuntiraman. Vatanparvari yonida joylashgan 5 qavatli g'ishli kirpichli uyi, birinchi etajda. To'rxona 63/6 hujjat edi. O'zini asl kvadraturasi 75 atroflarida. Plus balkoni bor 12 kvadrat. O'rtoqlar, shunaqangi lokatsiyadan uy qidirganlarga ideal variant. Planirovka bilan tanishtiramiz. Ushbu zal katta keng, naryoqda kirish qismi ko'rishingiz mumkin. Prixoshga kirganingizda shunaqangi preplanka bo'lib o'zgarilgan. Yonginasida chap qo'lga yuradigan bo'lsak, birinchi detskiy, bolalar uchun yotoqxona. O'zini tashqariga qaragan oynalari bilan o'rtoqlar ko'rishingiz mumkin. Buni yonginasida esa yana bitta bolalar uchun yotoqxonamiz. Mana shundoqqina ko'radigan bo'lsangiz, oynadan qaraydigan bo'lsangiz, ko'rinib turadi o'zi vatanparvari. Yo'lli yuzi. O'rtoqlar, remontda juda ham sifat bilan remont qilingan. Remontga e'tibor berasizlar. Bu yerda kattalar uchun yotoqxona. Koridor bo'ylab sanuzellarimizni ko'rsak bo'ladi. Bular ham отдельно g'ishta qilingan ekan, o'rtoqlar. Kirpichni. O'zlari отдельно o'zgartirish kiritgan ekanlar. Hojatxona и dushovoy kabinkasi. Veranda hozirda oshxona qismiga o'zgartirilgan. Fransuskiy planirovka. O'zlaring tablaringga moslab turib bemalol kuxniy naborni terdirib olsanglar bo'ladi. O'rtoqlar, shunaqangi yaxshi lokatsiyada narxi qancha? Bizda 99 ming yana kelishadigan joyi bor. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Tezda aloqaga chiqib savdolashsanglar bo'ladi. Videoga like bosib, bizni kuzatishda davom etinglar.